Hello everyone. Today we're going to start our lesson. So it's gonna be hop bugungi temamiz ozgina qiyin bo'lishi mumkin sizlarga. Lekin baribir o'rgansa bo'ladi. Sizlar bilan o'tgan safar bizlar sentencelarni o'rgandik. Sentencening imенно turlarini bizlar o'rgandik. Qanaqa turlarga bo'linadi, o'shalar haqida sizlar polniy whole information oldilaringlar deb o'ylayman, guys. Okay, bugun sizlar bilan nominalization temasini ko'ramiz, guys. Bilaman, ozgina qiyin, lekin tushunsa bo'ladigan temani bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Okay, it's gonna be nominalization. Oh, sorry guys. Okay. Nominalization bo'ladi bugun sizlar bilan. Ya'ni otlashtirish degani bu. Otlashtirish. Otlashtirish degani, guys. Like this. Okay. Hop, ya'ni qanaqa bo'ladi desam, misol uchun oddiy qilib aytganda bizlar misol uchun subject plus verb o'rniga misol uchun bizlar nounni chiqaraveramiz. Ya'ni verbni bizlar noun qilib o'ramiz. Ya'ni misol uchun ko'pincha verb ing noun bo'lib keladi. Shuning uchun ham bizlar verb ingni ko'pincha chiqaraveramiz. I plus subject. I plus keyin object bo'lib ketaveradi, guys. Ozgina pochirkim bilan nimadir muammo bo'lyapti, lekin sizlar e'tibor bermaysizlar, guys. Okay, men aytib ketyapman. Noun plus subject plus object, like this, guys, bo'ladi. Like example ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga, misol uchun bilaman bu ozgina qisqa tema, lekin baribir ham o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu hisoblanadi, guys. Okay. Hop, like this, guys. Hop. Misol uchun deyotgan bo'lsam, I emas. Ko'pincha nima deb keladi? Misol uchun yo'q, bu ham nominalization bo'ladi, guys. Okay. Yeah, like social. Guys, ozgina kichkinaroq yozishim kerak. Okay. Social. Guys, what's happening here? Social media. Misol uchun social media is changing. Ko'pincha nima desak bo'ladi buni? Social media yomon deylik. Most people use. Naqib demaymiz, guys. Okay. We are not going to say like this. Misol uchun most people use. Guys, what's happening here? Okay. Use social media to communication. Because it is solution flexible deylik, flexible.
like this guys. Agarda bizlar nominalizationga o'tkazayotgan bo'lsak buni, вот, ana shu gapni nominalizationga o'tkazayotgan bo'lsak, guys, okay, what's happening here? Nima bo'ladi, guys? Okay. Bitta hozir sizlar bilan nominalizationga o'tkazib ko'ramiz. Like this sentence to nominalization. Okay. Shu gapni bizlar birinchi nominalizationga o'tkazib ko'ramiz, guys. Okay. For example, so preferring preferring prefer o'zimni oldim просто preferring social media. Guys, what's happening here? Nimadir bo'lib ketdi bu tarafda. Social media to communicate for most people because it is flexible. Like this, guys, man, uzun gap. Preferring social media to communicate for most people is useful deb qo'shib ketsa ham bo'ladi. No, ozgina ma'no jihatdan hozir chiqmay qolyapti. No, is useful deb вот qo'shib ketsa ham bo'ladi. Shu yerga is, misol uchun is useful deb qo'shib ketsa ham bo'ladi. Mana bu tarafga social to communicate is useful because misol uchun bu yerga qo'shasizlarda keyin preferringni man qayerdan oldim? Preferringni man o'zimdan oldim. Misol uchun o'zlaringlar ham qo'shasizlar. Ma'no jihatini vot chiqarish uchun o'zlaringlar ham misol uchun qo'shasizlar. Menga o'xshab sizlar o'zlaringlar ham qo'shishlaringlar kerak. Вот like this guys. Aha. Preferringni вот shunga olib qo'yay. O'zlaringlardan qo'shasizlar bu preferringni. Guys. Okay. Uh-huh. Thank you so much for watching this video and I hope you enjoyed. Thank you so much and goodbye everyone. Take care.